Allohning go'zal ismlari Ismi Azam duosi kitobidan. Zalzala surasining fazilati. Abdulloh ibn Amr ibn Os raziyallohu anhu aytadilar: bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib dedi: ey Allohning rasuli, menga Qur'ondan o'rgating. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: alif, lam, mim bilan boshlanuvchi suralardan 3tasini o'qib yurgin dedilar. U odam: mening yoshim katta, qalbim qattiq, tilim esa qotib qolgan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: unday bo'lsa, mim bilan boshlanuvchi suralardan 3tasini o'qigin dedilar. U odam yana e'tiroz bildirib avvalgi gapini takrorladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: bo'lmasa musabbihotlar, sabaha yoki yusabbihu bilan boshlanuvchi suralardan o'qigin degan edilar. U odam yana uzr aytib: ey Allohning rasuli, menga qisqa, savobi ulug' surani o'rgating dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga Zalzala surasini o'rgatdilar. Zalzala surasi. Bismillahirrohmanirrohim. Qachonki yer o'zining eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganda, yer o'z qa'ridagi qonlaru murdalardan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganda va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarini so'zlar. So'zlashga Robbingiz vahiy ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni odamlar ularga namoyi amollarini ko'rsatilishi uchun to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas, kimki dunyoda zarra miqdorida yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsa, uni ham ko'rar. Shu Zalzala surasini o'rgatdilar. Anas ibn Malik raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim Iza zulzilat surasini o'qisa, u Qur'onning yarmiga tenglashtiriladi. Kim Qul ayyuhal kafirun surasini o'qisa, u Qur'onning 1/4 tenglashtiriladi. Kimki Qul Allohu ahad surasini o'qisa, u Qur'onning 3/1 tenglashtiriladi